Assalomu alaykum akalar, ukalar. Hammaga xayrli kech. Navro'z zapravkasining oldidamiz. Zapravka qilib oldik. Xudo xolasa bugun 26-yanvar adashmasam. Xullas narigi bizni eski zapravkamiz, qo'ygan zapravkamiz bugun ishlamadi. Ertaman ham bir qator kelib ketganman. Hozir mana xudo xolasa 00 qilib oldik. Bugungi ish faoliyatimizni boshlaymiz xudo xolasa. Soatimiz 9:10. Havo haroratimiz -3. Yo'llarimiz sirpanchiq emas, lekin yaxshi. Nima yo'q. Xudo xolasa 2 soatcha ishlaymiz. Hozir 3 soat ko'ramiz. Balimiz 19 tushib ketgan. Endi ko'ramiz endi bu yerdan. Orqa tarafga bermasanglar, yana apsal zonadamiz xullas. Bizga qisqa bir 4-5 kilometr yuradigan klient bo'lsa zo'r bo'ladi. Pavshina bilan yonga. Erta qutulib, erta yangi zakaz qilganimiz shunda yaxshi. Yandex mana shu qulayroq. 10 kilometr, 15 kilometr yurib, bu yoqqa o'tib to'xtab, bu yoqqa o'tib to'xtab, bu biz yaxshi emas. U qoplamaydi to'g'riroq Yandexda. Gazda bo'lsa, necha bo'laveradi. Tak pikkacha ishlasa bo'laveradi unday qilib. Bitta boshqa masala. Hozir siraz birinchi zakazni atkaz qilyapman. To'g'ri bar yana 719miz. Bespavishina tushyapti. O 2 kilometr nariyoqqa. Yo'qligini bilamiz. Xullas shunaqa. Bugun kun bo'yi ishlaganim yo'q, boshqa ishlar bilan o'zim yurdim. Shuning uchun mashinani mo'lka qildim, bu qildim. Hozir bezon qo'yib, endi ishni boshlayman. Kimdir mo'lka qilyapti, ishni tugatib, biz zapravka qilib, Navro'z zapravkasi narigi zapravkadan quyotuvdeysizlarda bo'lsa 10.500 so'mdan gap bo'ladi emas, lekin bezon zo'r ekan. Afsuski yo'q ekan. Iloji yo'q, uni quyib oldik Navrozdan. Navrozda bezini 92si 11.000 so'm. Chem qo'shnisi yonidagi zapravkaniki 10.500 dan qo'ygan rossiyskimiz undan yaxshiroq. Agar 12.000 bo'lsa ham shundan qo'yardim, quygan bo'lardim. Chunki bezin zo'r ekan. Ertalab beki mo'lkalar asa ochiq. Masalan 70% taksilar. O'zimizning qora ko'zlar. İşini tugatgan. Balimiz 15 bo'ldi o'sha. Majbur olyapman, balni deb olyapman, orinib olyapman mana shu zakazni. Iloji yo'qligidan olyapman. Agar klient A'ga boramiz, birinchi Ma'ga boramiz deydigan bo'lsa, sirazi tushirib boraman. Uzoq yuradigan bo'lsa ham bizga kerak yo'q bunaqa klient. Iloji yo'qligidan olyapman. Farosati bo'lsa atkaz qilib yuborgan bo'lardi, lekin bunaqa qilmaydi. Katta ehtimol bilan hech kim. Ko'ramiz. Iloji yo'q, boramiz. Majburiyatdan oldim mana, boraman endi. Xullas 1 kilometr 400 ekan o'rtoqlar zakazimiz. Mana aytganimdek majbur kiryapman xullas. Baldi deb kiryapman mana shu. Suka baldi deb bo'lyapti. Bo'lmasa vobshe kirmayapti. Tepanaga 3-4 kilometr, 5 kilometrdan osha yuradigan bo'lsa, men обязательно tushirib yuboraman. Klient bunaqasiga ham urib qo'yganman. Atkaz qilib borsam mayli. Mana shu atkazdan xafa bo'lmagan bo'lardim lekin. Alo. Kirayotgan ko'chani qarang. Yo'q, notekis emas. Dalani o'rtasidan kirib ketyapman. Yani unchalik chapga burilishim kerak. Xullas arzimagan 8.000 so'mga 2 kilometrga olib kelib qo'ydik. Patsan chiqdi 13 yashar, 12 yashar bolasi shekilli, короче, chaqirgan odamni biladi. Birinchi zakaz. O'zimizning xatoyimiz.
yashil zonaga kirib olish kerak edi. Klara tarafga qarab ketyapman endi. Bu yoqqa kirib olaman. Oxyor taraf shunaqa yomon ko'raman. Akalar, xullas klinikani to'rt ko'chasidan o'tib oldik, Gumbaz tarafga. Chaska yetmasdan Pazimnoyda oldida. Yashil zonaga kirib oldik ancha-muncha endi. Balda ahvolim 16. Shunisi chata mana. Yana oq yordam beradigan bo'lsa, o'ldi hamma yo'q. Shamja normalniy emas, по-моему. 700 metr 4000 so'm повышение. Bo'lar ekan u. Mana zelyoniy zonani, fioletoviy zonani yaxshi tarafi. Atkaz qilmasa bo'ldi. Xullas, karmashkaga ekan как раз. Xo'sh, xavfsizlik kamarini taqib oldim, o'tayotganda hali yechib ulgurmadim. Yaxshi bo'ldi. Ehtiyot bo'lish kerak mana shu yerda. Sразу yeydi. Chesdan chiqsa 1-2 marta to'ladik. Eng qizig'i taqilgan kamarni o'chirib ham ko'rishdi bizga bir. Biz 200 ming so'm pulimiz shirinda bu davlatga. Borib so'kinib urishib o'chirib turib keldim lekin. Qarang, shunga ham o'zim ovora bo'ldim. Mana Olg'a. Yonimizda razvorot ochiq joy bor, lekin zinak bor, mumkin emas degan. Lekin Yandexda oldim degani qani pavorotni ko'rsatyapti. Shunisi chata. Danni yo'lda Yandexda anaqasiga qarab yurib qo'ymash kerak iloji boricha. Biragi joyda 70 beradi. Ko'p joyga 60 qo'yilib bo'lgan joylarda ham 70 beryapti bu. Mashinaga qarab yurib qo'ysanglar, ama yeb qolasizlar. Realniy bor yo'l chekkasiga qo'yilgan znakka qarab yurish kerak iloji boricha. Ba'zi joyda 60 chekilib qo'yib qo'ygan, lekin yo'l chekkasida 70 joy 70 ekan deb yurasiz. Keyin bu anaqa beradi. Xullas, me'yordan ochiq tezlikni oshiryapsan deb. Xullas, ancha-muncha baldan kesib olishi ham mumkin. To'g'rirog'i aniq shunaqa ko'p kesadi. 10 tezlikda oshiqcha yurding deb. Klient oldiga kelib qoldik. Ko'ramiz endi kim chiqadi. Akalar, ketyapmiz. Zakazimiz pochta ekan. Yonida kiyim-kechak magazinga, xullas Navro'z malga pochta ekan. Sushi House'ga deb o'ylabman. Sushi House'ga tushgandi. Zakaz ash bir deb ekan, xullas. Ketyapmiz. Cho'kchimi nima bo'ladi, necha pul bo'ladi? Kamerani o'chiramiz. Mana o'zimizni ham kameraga sharab qilib olib qo'ymasin endi.
Akalar, Navro'z molga berib qo'ydik zakasimizni. Pochta qilib chaqirmaydi mana bir kunda kamida 4 ta 5 ta shu holat bo'ladi. Shu pochta qilib chaqirsa-yu, jicha ransasi bizga yaxshi bo'ladi. Aytak bari 20 ming oldi, 18500 so'm ekan. Kilometr 9 kilometr. Tomsuvoq xullas. Tak bari 4000 pavshina bilan yongan zakaz bu yana bo'lsa bu. Estikina mehnat. Shunaqa gaplar. Mana nima qilamiz endi? Yanvar, fevral mas taksichi sho'ri. Mana shunaqa oy hozir. Kamiga gaz, benzin mana ahvol. Xo'sh, Navro'zda oldin zakaz olamiz endi. Qayerga tushadi? Katta ehtimol bilan Yangi bozor atrofiga tushsa kerak. Har qalay, fioletoviy zonadamiz, ya'ni yashil zonadamiz men uchun. Mazza 3 kilometr 400, bez повышение. Mana shu balimizga na prinsip qiladi bu cho'rtlar ham endi. Bal past bo'lsa mana shu ahvol. Ishkan bo'lsa mana shunaqa qilib bal pastga osilaveradi. Navro'zda o'zidan zakaz tushdi. 8000 so'm повышение bilan 17 balimiz bor edi. Hozir 3 kilometr 400 zatkaz qilganimiz yana 4 oldi bu cho'rtlar. Vashi qanday programmani yoqdim deb boryapman. Xullas akalar 8000 повышение bilan yongan zakazimiz 13,5 ming bo'ldi. 15 ming berib tushib ketdi klient. Xullas oilaviy ekan. Aloshni Kurgovoyga yetmasdan mikrokredit ko'chasi. 8000 yonib ham 13,5 ming, to'g'ri, masofa qisqa. Xullas 13500 bo'lgan. 1210 so'm Yandex olgan. Xullas park 140 so'm. Xullas bizga qoladigani 12150 so'm. Bizga 15 ming oldik xullas. Cherasi 2 kilometr. 400 metrmi, necha metrdan tushdi? Xullas hech qanchadan tushmagan. 600-700 metrdan pastda yonimizdan tushgan zakaz xullas. Mayli, mana shunaqa qisqa yurishga ham rozi edik. Ya shunaqa tushsa. Hozir ketamiz. Xo'sh, bitta terminal topishimiz kerak. Mana qilgan pul soladigan Pazemnoyga 4000 5000 pulimiz bor edi. Shu bilan ish boshlagandim. Kerakli paytda karta tushmaydi. Karta bilan to'lab 70 ming 80 ming bo'lib ketgan paytda, keraksiz paytda karta tushib bo'ladi. Bir kam dunyoda. Bo'lib Bog'ishamol park mikro atrofida-yu bor. Bunaqa kichkina terminallarda, pul soladiganlarda. Soy bilan eski shahar zonasida kamroq emas Bog'ishamoldan anaqasi. Ayniqsa soyda kerakli paytda topa olmayman. Trikotajning orqasida bor bo'lsa ham. Sulayman Bayni ko'chasi. Qayerda ko'rdim bu terminalni ya? Aqalli fioletoviy zonadamiz, yashil zonadamiz, xullas nima bo'lsa ham mana shu atrofdan ish boshlasak ham. Endi biz na prinsip qilib o chem tarafdan oqarib yotgan joylardan bermasanglar, mana shu atrofdan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Kaltak o'ta zakaz повышениесі bilan. Kerak paytda lappay topilmaydi deb bunada bor ekan. Xullas balansimizni savoldek, Sulayman Baydamiz. Pulimiz bor.
otilsa bo'ldi. Xo'sh, balimiz pastligi uchun majbur olyapman. 3 kilometr 809 ming pavshina bilan yonuvdi zakaz. Oldim, klientga telefon qildim. Shunaqa balim past majbur, buyurtmani bekor qildi. Balim past majbur olyapman aka, kutib qolsangiz kerak dedim. Xullas kutmayman desangiz, kutaman desangiz boray, bo'lmasa o'zim yo'q bo'lmasa mayli tushiraman dedi-da. Отказ qilib yuboraman dedi, отказ qilib yuboring dedim. Xullas 3 kilometr 800 dilkasi so'mvarda oldi, по-моему, mana shunaqa ko'rdim kartada. Просто so'rab olganimiz yaxshi. Hozir aylanib Maloshin oldiga borgan ekan, bitta отказ qilsa, уже biz fiyoletoviy zonadan pastga chiqib qolamiz. Bekardan vaqtimiz, benzinimiz o'zi bu yoq tom suvoq bo'lib yotibdi. Va 3 kilometr 105 pavishina. So'kingim kelyapti to'g'risi. Xullas 3 kilometr 100 da отказ qilishga majbur bo'ldik va bo'lamiz ham, itak qoplamaydi. Neudachniy kun bo'ldi bugun o'rtoqlar. 10 ball. Ishlagim kelmay qoldi. Eksiga ham boshqasiga ham tupurdim. Birinchi zakaz o'zi yo'qmagan. Mana shunaqa. Xullas 30-40 ming ish qilibmiz. 2 soat 3 soat ishlayman degandim to'g'risi. Asab ko'tarmaydi. Qayoqqa ketib qolamiz bilmaymiz xullas. Xullas taksi hayoti mana shunaqa biladi. Bir benzindan bundan qilib